narsaga hozir aytib o'tmoqchiman. Kokosh 1 oy jim o'tirgan. 1 oy 3-marta bo'lgan bo'lsa, 25 kun hech kim xabar olmagan. Faqat o'yin kulgi bo'lgan. Medsestralarni chaqirish muammo, vrachlarning kelishi muammo, glavvrach o'zi 4 kun, 5 kunda yoki 6 kunda bir marta xabar olgan. Unda ham ahvoli yomon bo'lsa xabar olgan. Biron bir kuchli dorilar qilinmagan, обработкаlar umuman izdevательство qilishgan, привязкаlar qilinmagan, korsetni ham o'zi olgan, hattoki prostinalar boylab qo'yishgan. Gapirsa gap ko'p. Sterilizatsiya haqida, sanitariya haqida juda ham anaqa odam ko'pligidan ulgurmayapmiz edi. Jiyanim Komila singlim umuman xohlamagan yomonlik qilishi. Lekin ahvoli og'ir bo'lgandan keyin gapirishga majbur bo'ldi. Chunki даже hattoki men shu sferada bo'lsam, menga ham etmagan shu qiz. Tushunasizlarmi, qanaqa yaxshilik qilgisi kelgan bularga. Hozir men sizlarga aytaman. Opamizni kokoshdan xavotir olyaptilar. Qo'shni keldi. Nas akmitga qilib qo'yma, xo'p? Xullas qilayman kokosh. Kokosh senga sog'liq tilashyapti. Hozir istoriyalar aytib o'tyaptim. Nima bo'ldi deb hamma so'rayapti. Xudo xolasa yaxshi hammasi. Ozgina vaqt ichida o'zi ham aloqaga chiqadi. Keyin har xil gaplar bo'lmasligi uchun men bir gap aytaman. Kokosh bu narsani nimaga ko'tarib chiqdi? Hech kim xabar olmaganiga, ahamiyat bermaganiga va har kuni operatsiyalar Kokosh orqasidan kelib, bu klinikaga 44 mingta obunachi o'tganidan, Kokosh nomidan va ko'p tanishlari uni orqasidan kelganlar ham ahvoli og'irlashib qolganiga to'xtab, meni orqamdan kelmanglar bu klinikaga. Bu operatsiyalarni qilmanglar deb. Hech kimdan vimagats qilib, nimadirlar bo'lgani yo'q. O'zi aslida hamma narsani to'g'rilab beradigan bu klinikani zimmasida. Lekin hattoki Kokosh aytdiki, men o'zimni pulim, hamma narsam bor, men o'zimni davolab olaman deb. Kokoshni sostoyaniyasi o'ziga yetarli. Qo'lida puli bor, hamma narsasi o'zida yetarli. Bu narsani men nimaga aytyapman? Ayrim gaplar quloqimga chalinib qolgani uchun aytyapman. Shuning uchun bu va klinika tarafdan har xil quloqimga mish-mishlar eshitilyapti. Bularni uydirilgan bo'xtoni. Kokosh o'zini puli, o'zini sostoyaniyasi yetarli. Любой davlatga borib lecheniya qilishga. Lekin bu yerda ayb klinikada. Bu klinikani bo'ynidagi burch. Huquq tomondan ham, boshqa tarafdan ham bu narsani ular bo'yniga olishga majbur. Endi oldik dedi, hammasini qilib beramiz dedi. Quloqimga mayda-mayda gaplar chalinib qolyapti-da, chala gaplar. Bu ham o'sha uyushtirilgan odamlar o'zi hozir meni kuzatib o'tirganlar biladi. Agar men shu gap kimdan chiqqan, nima chiqqanini aytsam, somoniga postiga somon tiqish turib, boshqa narsalar ham bo'lib ketadi-da. O'shaning uchun aytyapman. Kokosh ulardan pul talab qilmadi. Ulardan sog'lig'imni tiklab berdi dedi. Pulim yetarli, boshqa bunaqa kasal qilmagin odamlarni deb aytib ogohlantirdi. O'shaning uchun tuhmat qilinmasin. Tuhmat qilayotganlarga Alloh kifoya. Ularni boshiga kelsin. Eng zo'r gap o'zingni boshingga kelsin deyiladi. Tuhmatchilar boshingizga kelsin. Ayrim hollarda tuhmat qiluvdi, ishonasizlarmi? Qaytar dunyoda bu jonni mazalari bo'lmay, davleniyasi ko'tarilib, sudurga bo'lib qolganda biron bir vrach qaramadi-da. Faqat janjaldan keyin ikkita vrach tepadan tushib, haqiqatan vijdonli vrachlar kelib qaradi. Aytib o'tish kerak. Shunaqa bumerangda ertasi kuni shu narsa o'zligida takrorlandi. Hattoki dorisi yo'q edi, skoridan dori olishdi. Chunki o'sha yerda Kokosh oldiga skori kelganida o'shalardan dori olishdi. Shuning uchun qaytar dunyo kim nima tuhmat qilayotgan bo'lsa, albatta boshiga kelsin. O'zingizlar mendan so'rayapsizlar, Kokosh yoniga nega bormayapsizlar? Men Kokosh yoniga ertalab borganman. Turib qaytib keldim. Muhrlangan, uni buz bo'lmaydi, kirgiz bo'lmayapti. Uni orqa xod bilan kirishyapti. Bugun o'sha ichini olib ekspertlar kelgan, ekspertlar ko'rgan. Hozir yaqinda gaplashdim. Ahvoli og'ir, yuragi yoryapti, chunki narkozsiz chidab turgan. Nima endi ekspertlar olish kerak o'tdan. Hammasini ko'rib, opa вообще strashno deyapti. Endi meni xabarim bor, chunki kichkina yarani olish uchun atrofidagi qancha achak bo'ladi. U qora ko'rgan narsalardan 2 baravardan ko'p joy olingan. Shuning uchun Alloh shifo bersin, duo qilinglar. Hammaga Alloh shifo bersin. Hozir xulosalarni olinglar, shunga qarab boshqa klinikaga ko'chiramiz degan